欢迎收看我的日常 vlog。 Unda qasa rejang olaqdan birisi keldi juma. Tug'ilgan kunimning vlogi mau. Tug'ilgan kunim 9-aydan barati oldinala do'stlarim bilan birga o'tkazib Tug'ilgan kunimga pishiq paypoq kiyib kamsimoliki yomon qiziqarli ishlar yuz berdi juma. Cho'qim yurakdan birini besitib, inkas rayning gullaringlarni yo'llab etgan ekan do'stlaringlarga avatkash billi ko'ringlar. Yurak besishni qat'iy unutmanglar, oxirgacha ko'ringlar. O'yim yerlarni oxirga qo'ydim. Shuni ular kendilam do'stlarim qo'ljidan qaynoqdan kandan qilib mushu Venera'dagi qizlar desak bo'ldi, o'zimdan kichkimda o'ynab cho'g'gan do'stim desam bo'ldi. Mushlarning hammasi chiqib ekan to'q. Bular bilan nega boraysak taqdirib jiroq bo'lib ketadi ekan. Endi ma bizniki Nurag'unda pamma tanqidan anglab ketgan bo'lishinglar mumkin. Uyimizga yaqin bo'lgan bilan mishagim bir chiqib o'tirib baqmabdim ekan to'q malaning bahanasida mishaglam chiqdim. Bizlar miya qaysarning joyi mishagamda o'zinglarni yeydigan yemak-ichmak bir narsalarni eplab chiqaveringlar dedi. Shuning bilan mishaga chiqsaqlam qiza qo'ydim, birini ichib berdi. Shunchalik yaxshi holatda kutib oldi bu. Manda yerlar tunishinglar bo'lsa shunda bek yaxshi bo'ldi, shunda faxrlanib ketdi bo'ladi. Qiziq uyga o'rinlashiblar, hamda qo'ygo-mo'golarimizni bir aqor yeb qo'saqni to'yg'izib tala chiqib atminimiz degan sabab bilan mana dasturxon deganni tizyapmizda hozir. Bular seni tug'ilgan kuning seni ish qilg'izmaymiz bo'ldi degan biz ish qilamiz deb hammani tizib mushalat keltirib yetibdi. Odam degan do'st degan jih, lekin shu ko'nglingizdan ichilib o'ynaydigan do'stlaringiz boshqa. Bular bilan bir kun intayin xo'shallik ichida o'tibdi. Men qinqinim patmay shunchalik bir xil yenik ranglarga tushib qoldim. Sizlarning bizda yiqib o'ynaydigan do'stlaringlar bormi? Qo'g'imog'uniya birdam qo'saqlar astalab olgandan keyin hamda chiqib ot minib kiraylik teshig'i chiqsak qo'ylar degan miyada o'tlab ketibdi. Qaranglar, miyaning manzarasi bek chiroyliga sayat qilishni o'ylashayotganlar mishaga chiqib bir kun aram ilib ketsanglar bo'ldi ekan. Manzara shunchalik payza. Adan keyin bu yerda mishda to'ygilar bor ekan, otlar bor ekan, mishada to'ygilarni atlarni minib o'zinglarning kallasini aram oldiga shirasimdan yutsanglar shunchalik bek ko'ngillik bo'ldi ekan. Mana ot minimiz deganlarimiz birdan atlarni mindik. Shunchalik ko'ngillikka men ham deb minib baqqan uchun men o'zlam qo'rqmaylamman, inim birini tutqizib qo'ydi va desam minib baqqanni bilsan deb. Sinonlar bu otlarni minib yarishbinlarga tatib rasmlar tushib va shunchalik hayajonning ichida miyada shu otlar qaraydigan bir saqam borki, bu saqam hamda meni shu kusinishda yengib olgan odamga haqsiz ot mindirman deb miyada bir yo'llash bilan kusinishyotadi. Biz degan joyo deb bular qarab turyapmiz. Bu saqimizda bo'sh chog'moqlar bunda qarsanglar o'riq kichik ko'ringi bilan alamat kuchi bor ekan. Shu saqimizda yeni chiqib shu jang e'lon qilganlar uddullar shu Nurag'un chiqib saqimizni izsanglar bo'lki, yengib olsanglar haqsiz ot to'ygilarni minislarga manda ishlar borki xabardor bo'lib qolinglar. Bu yerda xeyli vaqt o'ynab amdi qo'saq ochdi, amdi qaytayli deb yo'llarni tashbinlarni tatib yana shu qozoq kapimizga qaytdik. Kirib, ma tug'ilgan kunimning tortini pulib yetaylik deb bu yerda bular bilan birga orzu tilaklarimizni tilgan asosda tug'ilgan kun tortlarimizning shamlarini o'chirib olgan bo'ldik. Bu yerda so'yimlik do'stlarim men uchun tayyorlagan so'g'atliqlar ekan, bularni qabul qilibman. Sizlar tibbiy qilinglar, degan men necha yoshga kirdim. Sinovlar tug'ilgan kun tortlarni kesib, bularga bo'lib qilib birdan barang'izlik qilib qarsaqmi kesh bo'pti. Endi qaytaylik deb hamma yana yig'ishtirib yetib qaytdik-da. Teshik chiqsaq bu ot to'ygilarni ishdan tushib, hamda yayloqqa qo'yilgan vaqti kelibdi. Usul-pusullarni o'ynamabdik deb mana arliqlarda usullarni o'ynavatdik.
Ay, wadak kemasan. Miyalarni ko'rib bak gap tepib ketmasanglar bo'ldi. O'zimning kichkinda o'ynab cho'ng bo'lgan do'stim endi bularning oldida bek erkin bo'la olmayman uchun shu o'zimizni qo'yib yetib o'ynab olgan bo'ldik. Bugun bir kun Shunday qilib kamak jo'g'an tug'ilgan kunimni shunchalik xushallik ichida bo'lgan bir kunni to'shtirib o'ynab toza yeydiganni yeb o'ynaydiganni o'ynab tug'ilgan kunlarni o'tkazib yetib mana qaytdik-da. Ushta tinch, rahat, salqin, azadam ushta yeshilchilik yerlarga chiqib, o'zinglarning bir kun kallanlarni aram oldirib yoki uyinglarni ushta sayohatlarni qilmoqchi bo'lib qolsanglar, miyaga chiqib baqsanglar bo'ldi-ki, manzarasi shunchalik go'zal. Chiqmoqchi bo'lganlar Nuraqon deb tog'on bassanglar ham chiqadi. Shuning bilan mana ishlarimizni tugatib, qaytib bizni uyga kelib, bular olgan yuk taqinlarni ilib, g'uljimanganlar g'uljiga, qaynoqqa, konga har tarafga taram-taram bo'lib qaytdi. Rahmat do'stlarim men uchun mishaga chiqib tug'ilgan kunim o'tkazib berganinglarga.